Zari, Ho dadasi. kechqurun uyga o'g'ri tushibdi, bilmay qolibmiz-ku. Nimani olishibdi? Hamma sochiqlarni yig'ishtirib olib ketishibdi, qara. Yana boshladingizmi? Hozir olib kelaman. Bo'lmasa qo'shnilar so'rab turay. Boring. Dadasi, qayerga keldik? Ameniga keldik. Bir ko'rib ketaylik. Ammo bu yerda yashamaydilar-ku. Ko'rmayapsanmi? Imkon savdo markazi deb yozib qo'yibdi. Hozir hamma filiallarda aksiyalar bazmi degan aksiya ketyapti. Barcha turdagi smartfonlar, maishiy texnikalar, avtomashina jihozlari deysanmi? Undan tashqari Artel, Avalon, Chivaki, Royal, Vesta, Samsung brendi mahsulotlarini muddatli to'lovga maxsus chegirmada xarid qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bonus olsak bo'ladi. Biz nima qilamiz? Bittadan masta ichib ketamiz. Nima qilardik? Aksiyadan foydalanamiz. 31-yanvargacha ekan, ulgurib qolaylik. Shuni to'g'ri aytsangiz bo'ladi-ku. Ha, to'g'ri aytsam tepmayapti-yu. Zari, Ha? mana idishtovolarni eski tusga oladiganiga sotib yuborsammikan? Nimaga? Baribir 2 kundan beri yuvilmayapti-yu. Ular yuvib ishlatisharmi deyman-da. Buncha zaharsiz. Shuni shirin so'z bilan aytsangiz ham bo'ladi-ku. Endi nima deysan? Bir kam dunyo. Kimgadir shirin so'z yetishmaydi, kimgadir farosat. To'g'ri aytasiz. Kimga farosat yetishmaydi?